Christian Deripo va Stemregenning maydonga chiqishi. Buyuk ishlar bir kechada o'ttirg'a chiqmaydi. 20 yil vaqt ilgari Stemregenning qurg'uvchisi Christian Deripo inson badanidagi sirlarni va inson badanining o'z-o'zini davolashdagi ajoyib iqtidorini tepib chiqish safarini boshladi. Christian Deripo g'ol hujayra tadqiqotining avangard boshlamchisi. Shundaqla g'ol hujayraning badanda mavjud bo'lgan tuzak sistemasi ekanligini tunji bo'lib o'tirg'a qo'yg'uchidir. U o'zi boshlagan tadqiqot safari orqali bizning sog'lomlik tushunchamizni tamoman yangi bir holatga ilib keldi. AFAning kuchini bayqash. Christian 90-yillarning oxirlarida Montreal Nevrologiya institutidan neyrofiziologiya ilmida bakalavrlik unvonini olgandan keyin afonimizon filos akvi deb ataladigan suv jonliqining mengi bo'lgan ta'sirini tadqiq qilishga taklif qilindi. Christian tadqiqot jarayonida AFAning salomatligi bo'lgan ko'rinarli foydalarini bayqadi. AFA immunit kuchini oshirishda, yolliq qaytarishda va aqliy sog'lomlik jihatda yaxshi unumga ega edi. Bu bayqashlar uningda yillarcha tadqiqot qiziqishi uyg'otdi. Christian va uning tadqiqot guruhi AFAning tarkibidagi ko'p xil qand ilmining immunit kuchini har qaysi tarafdan kuchaytirganligini, bo'libmi tabiiy o'ldirish hujayralarining harakat va yo'tkilish iqtidorini jonlantirganligini tadqiq qilib chiqdi. Ular yana AFA orqali davosi yo'q deb qaralgan kasallarni davolashga bo'lganligini bayqadi. Ular tadqiqot jarayonida yana AFAning dopaminlik nervi o'tkazishchanligi ega fenilsilaminni o'z ichiga oladiganligini, bu moddaning kayfiyatni yaxshilashda, shundaqla diqqatni yig'olmaslikni davolashda unumli rol o'ynaydiganligini bayqadi. Gerçi bu bayqashlar kishini hayajonlantirsa-mu, lekin bilingan bioximiya AFAni iste'mol qilsa, uning ko'p foydasini ko'rish sababini izohlashga amalsiz qoldi. Yangi asrning beshida bu jihatda ilm-fan dunyosida ko'rinarli ilgirlash bo'ldi. U bo'lsa-mu, so'ngak yilikining yildiz hujayralarining turli to'qilma turlariga o'zgarish va bularni kuchli ravishda davolash alohidaligiga ega ekanligi tunji qatim isbotlab chiqildi. Bu bayqashdan ilhamlangan Christian va uning kasbdoshi G.T. Jensen AFAning bir tabiiy yildiz hujayraning harakatlantiruvchi holatida harakat qila oladiganligini, harakat holatidagi yildiz hujayralarning sonini oshira oladiganligini va badanning tug'ma o'z-o'zini davolash iqtidorini taraqqiy qildira oladiganligini faraz qildi. Ularning tadqiqotlari AFAda yilikdan g'ol hujayra ajratadigan bir modda borligini, qondagi g'ol hujayra nisbatini taxminan 25% miqdorda oshirganligini isbotladi. Christianning bu bayqishi yangi zamon meditsinasida cho'nqur ta'sir paydo qildi. Bu hol Christianning tabiatdagi texmi ko'p moddalar haqida tadqiqot ilib berishiga turtki bo'lgan. G'ol hujayra izlash safarbarligi. Christian uzoq tarixiy davrlar mobaynida tan sog'ligiga muhim ta'sir ko'rsatib kelganligi bilan bilingan o'simliklarni izlash uchun dunyo safarini boshladi. Christian tiviblar, shamanlar, bioximiya tadqiqotchilari bilan shundaqla uzun umr ko'rishga foydali deb qaralgan yerlik mahsulotlardan xabardor kishilar bilan ko'rishdi. Uning bu safari uni Tibet egizligi va Madagaskar qatorliq chet joylargacha elib bordi. Christian bu rayonlardan g'ol hujayraga kuchli ta'siri bo'lgan aloe makroklada va dengiz bakterion birisi qatorliq o'simliklarni kashf qildi. Christianning tadqiqoti Malagasi xalqi asrlardan beri ishlatib kelgan aloe makroklada'ning g'ol hujayra ajratilib chiqarishini qo'zg'atib, harakatdagi g'ol hujayrasining sonini 80% ga qadar oshirganligini o'ttirg'a chiqardi. O'xshashla Tibet va Mo'g'ul tibobatida tan sog'ligi jihatda ko'plagan foydasi bor deb qaralgan baksurin beri so'ngak yilikidan g'ol hujayra ajrilib chiqishini 35% oshirganligi isbotlandi. 2016-yili Christian ko'p yillik tadqiqotlardan keyin g'ol hujayra qo'yib berishini qo'llaydigan tunji formularni o'ttirg'a qo'ydi. Bu bayqash Christianning tadqiqotining yuqori nuqtasi bo'ldi. Buningga ergashtiribla Stemregen shirkatini qurdi. Badanning tug'ma davolash sistemasi. Har xil Stemregen mahsulotlarining o'zaro hamkorlik ichida qanday xizmat qiladiganligini tushunish uchun inson psixologiyasidagi g'ol hujayrani asos qilgan tug'ma davolash sistemasi
mikro aylanishning muhimligi va psixologiyasi va sog'lom hujayra signali qatorliq 3 muhim nuqtani tushunish lozim. G'ol hujayrini asos qilgan tug'ma davolash sistemasi. G'ol hujayralar badanning tug'ma davolash sistemasi hisoblanadi. Badanda biror zaxma yoki kasallik yuz berganda ta'sirga uchirgan rayon so'ngak yilikidan g'ol hujayralarining ajratib chiqarilishini qo'zg'atadigan signallarni tarqatadi. Bu g'ol hujayralar yaralangan rayonga ko'chib zaxmalangan to'qilmalarning yaxshilanishida muhim rol o'ynaydi. Yaralanish yuz bermaganda g'ol hujayralar normal to'qilmalarning harakati jarayonida yo'q bo'lgan hujayralarning o'rnini oladi. Bu hol yosh cho'ngaygan sari tan sog'lig'ini ko'ngildagidek saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Mikro aylanish. Unumdor mikro aylanish oziqlarni, hormonlarni va hujayralarni badanning har qaysi qismlariga to'shish uchun muhim rol o'ynaydi. Uning aktiv xizmat qila olishi qonning eqishishchanligi, qon tomir elastikiligi qatorliqlar bilan munosabatlik. Unumdor mikro aylanish bo'lmasa, to'qilmalar asosiy elementlardan mahrum qoladi, normal funksiyasini yo'qotadi. The Stemragen protokoli 3 muhim mahsulotni bir yerga to'plagan. Stemragen Mobilize klinikalik sinaq qilingan tabiiy tarkiblarning aralashmasi bo'lib, g'ol hujayralarining qo'yib berilishi va ko'chishiga yordam beradi. U qon aylanishini yaxshilaydi, qil qon tomir sog'lomligini qo'g'daydi va balyotqi ichki glikokalikni yetishtirib, g'ol hujayralarini to'qilmalarga unumli yetkazib beradi. Badandagi g'ol hujayra iqtidoriga yordam beradi. Stemragen signali g'ol hujayra aloqasini kuchaytirish va to'qilmalarning sog'lomligini qo'llash uchun loyihalangan o'simlik javhariy aralashmasidir. Bu ilmiy bosish ilib kelgan formula organ va to'qilmalarning funksiyasiga yordam beradi. Shundaqla sog'lom qiyirishni va ichki jihatdan yoshlashishni ro'yobga chiqaradi. Sog'lom bo'lish jihatdagi yangi ulga. Kristianning tirishchanligi bizning inson badanidagi o'z-o'zini saqlash sistemasi haqidagi tushunchamizni o'zgartib qolmay, sog'lomlik jihatdami yangi yo'l ochdi. U g'ol hujayralarining to'qilmalarini yashartishdagi hal qilg'uch rolini to'nib yetish natijasida tan sog'lomligi jihatda yangi ulgu yaratdi. Stemragen kunimizda Kristian Deriponing g'oyasining va kasbga o'zini beg'ishlashining namunasi sifatida mavjud bo'lib turmoqda. Uning tadqiqotlari tabiiy va o'simlik manbalik g'ol hujayra yetildiruvchilar vositasi orqali badanda tug'ma bor bo'lgan davolash sistemasiga yordam berishning ahamiyatini ta'kidlab, sog'lomlikqa bo'lgan tunishimizga ilhom berishga va jang e'lon qilishga davom qilmoqda. Uning safarining bilim va tabiiy shifo izlanishining hayotni o'zgartirish va kelgusi avlodlar uchun sog'lomlikni a'lolashtirishni va'da qilgan, umr voyat davom qiladigan bir tirishchanlik ekanligini xotirlatmoqda.